Do'stlar, bu yoqda O'rikzor bozori, bu yoqda Abu Saxiy, Ipodrom, Bekbaraka, Bekto'pi bozorlarining o'rtasida joylashgan katta yo'lning bo'yida Uchtepa tumani Izza mavzesida joylashgan 9 etajli domimizning 2-qavatida 4 xonali juda ham katta fayzli xonadonimiz sotuvga qo'yilmoqda. Videoni o'tkazib yubormang, xonadonimizni birgalikda tanishtirib chiqaman. Uyimizga ham chiqib oldik, ko'rib turganingizdek, podyezdlari yangi remontdan chiqqan, juda ham keng. Endi birgalikda uyimizni ko'rsatib chiqamiz. Mana uyimizning kiraverish qismi, koridori juda ham uzun. Bu yoqda bitta xonasi bor ekan, yopiq ekan, ko'rsata olmaymiz hozir. Remontlari yangi bo'lgan. Oshxona qismi ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib jihozlab qo'yilgan. Bu yoqda zal qismi. Bu yoqda yana bitta xonasi. Yotoqxona, kattalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yoqda keyingi xonasi. Uyimizning hojatxonasi. Bu yoqda hammomi. Uyimizning kvadraturasi 92,56 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsak 107.500 deb baholandi. Hozir ovutib beradigan joyi bor. Uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib biz bilan bog'lanishingiz mumkin.